Uyghur kahramanlarını, Uyghur yigitlerini, Uyghur halkını Xitaylarning faşist kampları, karanlık zulmetlik turmaları bizning irademizni sunduramadi. Ey komünist Xitay taqdisi deb ularga bildirib qo'yish uchun yigitlarimiz bu yerga to'plandi. Dostlukni ulaydı futbol, dostlukni qo'llaydi futbol. Sağlam erkek, eşaş yigit, meydanda oynaydı futbol. Sağlam erkek, eşaş yigit, meydanda oynaydı futbol. O'ng'a pas vura, solga pas vura, meydanda hamma qiqas vura. O'ng'a pas vura, solga pas vura, meydanda hamma qiqas vura, vura, vura. Azmatlar hech qachon harmas. Yeşil meydan çimlikte, rıkabetler bekeskin. Futbol oynaş arzuyum, öyge qaytqin demigin. Çıllık çıllık terimiz, futbol oynap harmaymiz biz inak dost. Her qaçan mengü şundaq ütimiz. O'ng'a pas vura, solga pas vura, meydanda hamma qiqas vura. O'ng'a pas vura, solga pas vura, meydanda hamma qiqas vura, vura, vura. Azmatlar hech qachon harmas. O'ng'a pas vura, solga pas vura, meydanda hamma qiqas vura. O'ng'a pas vura, solga pas vura, meydanda hamma qiqas vura, vura, vura. Azmatlar hech qachon harmas. O'ng'a pas vura, solga pas vura, meydanda hamma qiqas vura. O'ng'a pas vura, solga pas vura, meydanda hamma qiqas vura, vura, vura. Azmatlar hech qachon harmas. Harmaymiz biz inak dost, her qachon mengü shundaq ütimiz. O'ng'a pas vura, solga pas vura, meydanda hamma qiqas vura. O'ng'a pas vura, solga pas vura, meydanda hamma qiqas vura, vura, vura. Azmatlar hech qachon harmas.
Hürmetli qarindoshlar, bu qatimki komandalar haqiqatan güzel axloq bilan birlikimizni, ittifoqligimizni bir Uyg'ur komandaga yarasha güzel axloqni nihoyatda gavdalik namoyon qildinglar. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Bu qatimki musobaqa qarindoshlar faqat top o'ynashlab emas, balki mavjudligi qattiq tahdid uchrayotgan, yo'qolish girdoviga berib qolgan bir millatning nihoyatda ichliq hikoyasining davomi. Tepken topumuz to'xtab qolmagandek, Sharq Turkiston mustaqil bo'lishlik qat'iy to'xtab qolmaydi. İnşallah biz Uyg'ur ilm ma'rifat vaqfi bo'lish sifatimiz bilan kelar yilgi faoliyatda beriladigan mukofotni buningdan 1, 2, 3 hissasiga ko'paytiramiz. Va shundaqla yaşlarımızdan bundan keyingi her xil faoliyatlarni qo'llaymiz. Yoshlar biz Sharq Turkistonlarning umidi, vatandagi 35 milyon xalqimizning umidi. Shuning uchun biz kelar yildan boshlab inshaalloh bu turdagi faoliyatga bo'lgan qo'llashni nechasilab kuchaytiramiz. Allah subhanahu va taolo bu faoliyatga kuch qilgan, qo'llagan ve bulup olmuş mirsalimdek inimiz halis niyeti bilan hiç qandaq bir maddi narsani kütmey qo'llaganligi uchun alohida rahmatimizni bildiramiz ve shundaqla bu faoliyatga kelib qatnashib qizitib bergan barliq tomoshabinlarga ham rahmatimizni aytamiz. Ko'pchilik 8. qatimlar Qur'a futbol musobaqasida jami 120 mayir 24 meydan musobaqa o'ynadi. Bu 24 meydan musobaqa jarayonida bütün hizmetlerinin maharetine ait yaxshi bo'ldi. Musobaqaga ait qizg'in do'stona kayfiyatda intayin muvaffaqiyatli to'liq o'tkazildi har yilgiga nisbatan. Uyg'urlarniki qarindoshligi, do'stligi va maharati futbol bo'lgan qizg'inligi, oshiqligi, sevgisi, intilishi, talpinishi hammasi mush maydonda mastanalarninkimi qimmatli vaqtini chiqarib kelishlari bilan xulosalangan bo'ldi. Mushaga vaqtini chiqarib kelgan barliq ko'rurmanlar bilan mushu maydonda o'zining maharatini yaxshi joriy qilgan bütün qarindoshlarimizga rahmatimizni bildiramiz. Albatta bizning bütün munavvar to'pchilarimiz hammasilar mukofotlanishga loyiq, lekin shundaqmi biz bu 120 nafar futbolchidan 3 nafar eng yaxshi varta, eng yaxshi hujumchi va mushu yilgi eng yosh ko'z ko'rgan futbolchini bog'lab chiqdik. Bu yilgi eng yaxshi vartaga Ilm Ashraf komandasidan Hekim Batir kardeşimiz tanlandı. Kendime rahmet. Selim Paşa Okul Komandası 15 bin lira nakdi ile mükafatlandı. Mükafat sonucu 15 bin lira. Yine komandası işkici bola sıktılar. 20 bin lira nakbuluyla mükafatlandı. Kasayram komandası şampiyon bola sıktılar. 25 bin lira nakbuluyla mükafatlandı. Hemmeyle yani bir katım kızgın bir alkışlarıyla mübareklemesi. Neyse. Ya. Mukafat takip kuruşka Küsani Ustaz pek kılmaz.
Oğlum kendini inanla gel. Kızım sal kendiniz gelip durun. Kendiniz gelip. Assalamu alaykum. Bugun Uyg'ur ilm ma'rifat vaqfi alayt qilgan 8-chi qitimliq Ural o'nqisi nihoyatda yaxshi oxirlashdi. Bugun Selim Pasha komandasi bo'lish sutimiz bilan 3-chi oldik va lo'nqimizni oldik. Biz bundan bir 2 qitim champion bo'lgandik. Bu qitim 3-chiga erishdik. Inshaalloh bundan keyin texmi yaxshi o'ynab champion bo'lishga tirishimiz. Assalamu alaykum. Bu yil 8-navbatlik Ural futbol musobaqasini o'ngishli o'tkazib oldik. O'quv ilm Uyg'ur ma'rifining qo'llashi bilan pek dag'dug'liq yaxshi o'tkazildi. Oldidan bu vaqtga tushunganimizga rahmat aytamiz. Alloh rozi bo'lsin. Anan keyin takımdagi bütün do'stlarimizga rahmat aytaman. Chempion bo'ldik. Bu bizning Sayram komandasi 2021 qurilgan. Yil o'ynab kelayotgan bu yil yana qatnashdik. Bu yilgi hedefimiz qatnashda champion bo'lish niyatimiz bor. Allohga shukr champion bo'ldik. İnşallah bundan keyingi musobaqalar texmi keng ko'lamli dag'dug'liq bo'lishini umid qilamiz. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin.